Shu ba'dan joni chiqishi bilan bitta katta ho'kizinimi yoki katta qo'ynimi olib chiqib so'yib ovqat solaveradi ba'da. Bir kuni borsam janozaga dedi, borsam dasturxonlarni tuzab qo'yibdi. Mayka arqamga yostiq katta yerga dalaga tuzagan dasturxonni suyangani bitta kigizni o'rab yumaloqlab qo'yibdi. Hali enga suyanib o'tiribman. Janozaga dedi, Xudoyiga aytibdi ekan shikirlikda deb o'tiribman. Birinchi borishim endi, yangi borgan paytim. Keyin sekin yonimdagidan so'radim. Bugun Xudoyimi desam, yo'q, janoza dedi. O'lik qani desam, mana suyanib o'tiribsiz dedi. O'likni kigizga o'rab qo'yib, unga suyanib, bemalol oshni ye. Janozani o'qimaymizmi desak, oshni yeylik, baquvvat bo'lib ko'taramiz-da tobutda dedi.